tushuntirib beraman. Nima tushuntirasan? Kecha nevoqliga yetib qolding, o'rtoq. Dasini berari bor edi, oldiga o'tib keldim. Menga qara. Kechi qizlar nima qilding? Sen yo'san. Bitta o'zim nima qilaman demda haydavordim. Pulni ham bermading. Yo'q. Ajoyibsan de o'rtoq. Endi hayotda hamma narsa bo'lib turadi. Ertamu hal qilamiz deb. Nimamush? Ketqizgan vaqtimga rozi emasmanmush de. Shu sen o'rtoq, yaxshi mashina chiqib qoldi, arzonroqga. Ozgina yetmayapti, yordam qila olmaysanmi? Sen uchun jonim fido-ku, jigar. Nima mashina ekan? Bitta BMW. O'rtoq kimdir rasmga olib ketdi hozir. Hech kim yo'q-ku. Ana hozir chiqib ketdi, o'rtoq. Jinni bo'lib qopsan, kamroq hech kayfiyat oshib qopti. Mazza qilamizmi? Gap qilamiz o'rtoq bugun. Yetdi. Hoppa. Tayyor. Menga qara o'rtoq. Ishi oshiraveramiz-ku. Ozgina to'xtatmasak bo'lmaydi. Nima sen silabiy bo'lib ketyapsanmi? Yo'q. Просто menga bu yurishimiz yoqmayapti-da. Dakansa gap qilish kerak. Dal shikayat qilamiz. Alo. Qattasan? Ishlarim ko'payib ketdi, ko'chada edim. Tez skladga yetib kel. Bo'pti. Hozir boraman. O'tirib turamiz, bitta joyga o'tib keling. Ishlaganim tunni kun oyma-oy. Mani do'stlarim chaqiradi boy, omadi kelgan bola, tug'ilganim tayyor joy. Xuddi shkafimda faqat brend. Assalomu alaykum. Lekin bilmaydi ishlaganim tunni kun. Boycha. Yuribsizmi? Yurman bunda. Ertasi yo'q bu yo'llarni